Salom do'stlar, men Veksorovman va bugun biz mana bu qizil chiziqdan oshmay 5 kun yashaymiz. Va video boshlanishidan oldin like va obuna bo'lib qo'ying. Biz ketdik. Va qarang, ko'rib turibsizki, bu qizil chiziqdan hech qachon osha olmaymiz. Biz birinchi bo'lib daraxt chopishni boshlaymiz. Va ketdi. Voy, muncha o'rg'ashmasa sindirib yuboramiz bularni. Va daraxtni olamiz tezroq. Ishqilib to'rtta bo'lsin-da, noshq bo'lsa ham mayli. O, 3ta. To'rtta. To'rtta. Ro'parasaligini qarang, do'stlar. Endi esa uyimning ichiga kirib, birinchi o'rinda o'zimizga verstak yasaymiz. Testi. Men shunchaki bundan qo'ying. Xullas, qilich bilan kirka yasaymiz birinchi o'rinda. Yo'q, qilich yasamay qo'yaveramiz. Va verstakni bu yerga qo'ysak yaxshi bo'lardi. Yaxshi. Endi esa o'zimizga kirka yasaymiz. Bizga birinchi o'rinda kirka kerak. Mana ikkita yasaymiz. Endi esa qilich. Va esa bolta. Boltani shu yasash qiyin. Boltani esimdan chiqarib turaman ba'zida. Va endi ko'chaga chiqamiz. Endi mana bu daraxt tolalarini yig'ishtirib o'rniga boshqa daraxt ekamiz. Hozir emas albatta. Menimcha yerdagi toshlarni olish vaqti keldi. 1 2 4 olamiz. 3 4 yetarli. Undan ko'p olamiz. Yetsa kerak. Va sakra. Endi o'zimizga toshli kirka yasaymiz. Toshli kirkamiz ham yasaldi. Endi o'stirish vaqti keldi daraxtni. Albatta suyak kukunini yasab olamiz birinchi o'rinda. Daraxtni olish ham esimizdan chiqmadi. Qarang, hattoki mana bu maxluqlar ham o'tolmayapti bizning yonimizga. Slime bo'lib. Endi bitta yulamiz. Sizga daraxt, olma, tayoq kerak. Olma ham, tayoq ham tushsin. Voy, bittada ko'p tushyapti-ku. Yaxshi. Ana olma, daraxt tushdi. Bizga yoqadi. Uni qornimizga saqlab qo'yamiz. Tayoq ham tushdi. Endi esa mana shu yerga daraxtni ekib qo'yamiz. Qayerga? Mana shu o'stirsak, formulasi ish bermadi, boshqa yerga qilib ko'ramiz. Yo'q, bu yerga emas. Buni ishlatishning ham texnikasi bor, faqat 3 ta. O'tlarga ishlatib yuboribman. Mayli, endi daraxtsiz qoldik. Hamma narsamizni sandiqqa solib qo'yamiz. Va biz esa ko'proq olamiz. Qarab turing, mana yerdan chiqib ketmasligi uchun ham yerdan to'siq boylangan. Hech ham tushib keta olmaysiz bu yerga. Olamiz toshlar kerak bizga. Yaxshi. Ko'proq olish kerak. Yo, yetadimi bizga? Shu ham yetib qolsa kerak. Endi bu yerga daraxt ekib qo'ysakmikan? Mayli, daraxt ekib qo'yamiz. Hozir daraxt ekamiz. Qo'yib qo'ysak o'sib chiqsa kerak. O'sib chiqadi ham. Yo'q, uni gulni olamiz ekan. Qo'ydik. Ertasiga uxlasa bo'ldi. Va qorong'i. Endi esa tunni o'tkazamiz. Do'stlar, kechirasizlar, qorong'i kutib o'tirish chiqib emas, men o'tkazib yubordim tunda. Xullas, ikkinchi kunimiz boshlandi. Yaxshi. Biz endi ekin ekamiz.
Ekin olamiz. Endi ekin ekishimiz kerak. Qorinni ham o'ylash kerak. Yo'q odam. Yani hozir esa biz o'zimizga o'roq yasab olamiz. Bo'ldi. Men nihoyat qorinni o'ylab turdim. Rosa ham och qolib ketdi-da qornim. Vaq. Ketdi. Hammasini olishimiz kerak. Va bizda 3 ta bo'ldi. Va ketdi. 1 2 3 ekib qo'yamiz endi. Ekdik, yaxshi. Yana qorong'i tushdi. Yana. Tunda ham o'tkazib oldik, endi chiqamiz. Ekinlarimiz hali o'smabdi. Qarang, hali ozgina hajcha ham o'sgani yo'q-a. Voy, nima qilamiz ekan? Qorinni to'qlash kerak. O'zi to'q endi. Zaxiraga olib qo'yish kerak-da. Mayli kiramiz. Samanlichaga. Va o'zimizga ism, taxtagach va ism qo'yamiz. Va biz bu yerga yozamiz Veksoravni uyi. Albatta obuna bo'ling. Albatta obuna bo'ling. Men bundan juda ham xursand bo'laman. Xullas, ikkinchi qismda ko'rishguncha omon bo'linglar, obunachilar.